Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga xush keldingiz. Kanalimizda Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, Sabit Damullamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Endi anglaydiganlar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Abdori Abduvali Ayub. Qamoqda yozgan 3 kitob. Mahrumluq va mahkumluqning qismoqlarida tipirlagan damlarda o'ylaganlarimni quyoshliq kunlarda 3 kitobga yig'inchoqlab yozib chiqdim. Amerikadagi hayot hasilatlarimdan o'qirmanlar bilan o'rtoqlasha oladiganim Uyg'urluq musofamdagi Amerika degan kitobga to'plandi. Bu kitobda burun yozishni plan qilgan, tezis tuzgan bo'lsammo, turli sabablar bilan yozilmay qolgan bir qism temalar yoritildi. Burun qadrdonlar bilan asrorlashgan musofir tuyg'ularimdan farqliq yeri bu yangi kitobda ilg'or tuzum, hur muhit, zamonaviy asliha va ilmiy ma'rifning kishilik binosini qandoq qurib chiqadiganligiga nazar solgandan boshqa, bulardan mustasno kishilarning yana qandoq benormal sabablardan xo'vliq, xo'rliq va xursandliklarga quchoq ichib yashayotganligini kuzatdim. Burun yozishni planlagan mazmunlar ichidan ruhimdan uzoqlab ta'siri g'uvolashgan, munosabatlik uchurlar unutilgan, pakitlari noaniq asliliklarni ro'shanlashtirishga kuchimidim. Kitoblardan va turli manbalardan topqili bo'ladigan uchur va savod tipidagi mazmunlarda azvaylimidim. O'zimning burunqi prinsipi bo'yicha bo'lganda yozganlarim nopozliq qomuslar va ilmiy kitoblardagi son sifir va statistikalar bilan tasdiqlanishi kerak edi. Lekin yana yozganlarim ruhimning sadosi, manzilsiz musofirning hislari ekan debmi o'yladim. Shundaqdimi ba'zida o'qituvchilik kasbiy kesilim tutib, munosabatlik ma'lumot va bilimlarni yozmay qolmadim. Shundaq qilib, Uyg'urluq musofamdagi Amerika degan bu kitob muni bola mavzudan tarkib topdi. Ajdod izi va izbosarlik, erkinlik va aslima, Amerikalik da'vatchilar, Amerikaliklarda vatan, qayerdasan tarim yo'lvisi, davosiz pushmon, Amerikagami, Turkiyagami, aslimaga aylanding vatan, maktabdagi madadkor qo'llar, savobning kasofati, avtobusdagi Amerika, Amerikaliklarda xizmatning ishqi, Amerikada nomus va tajovuz, musofiratdagi masjid, sig'inishliq turkcha hayot, qo'y ko'zlarga hamra shu ko'zlar, tafakkur tutqunlari, ochquchini yo'qotgan dunyo, navramning ismi Uyg'ur, Amerikadagi bozaklik aslimasi, aldang'inim rost, alvida xiyol, yor yo'laklar yaxshi qol. Ikkinchi kitobim qizimning Amerikasi bo'lib, bu kitobimni qizlarimga bag'ishladim. Shundaqla bolalar, farzandlik oilalar va bolalik dunyoga maftunkor barliq kishilar uchun yozdim. Qizimning Amerikadagi hayoti haqida asli Masuda va amerikalik tiyin deb bir asar yozish o'yim bor edi. Buni tili, hikoyasi, qurilmasi bolalar adabiyotiga mansub asar bo'lsin degandim. Lekin shuncha o'ylasammo tuzuk qamlashtira olmadim. 2 oydan ortiq qayta o'ylanib, to'la yozib o'chirib bitkizgan sinoq asarim Qizil Lola o'zimga yaramadi. Yozmada cho'nglarning qayg'usi, kechmishi va g'alva g'uvg'olari pultiyib qoldi. Shuning bilan bola g'imidikilar va bolaliklarning alam hasratlariga malham, o'y tafakkuriga xuruj bo'lsa ajab emas degan orzu bilan
balamning Amerikadagi hayotini cho'nglar tili va tafakkurda yozib chiqdim. Asrimni 3 yoshdan 7 yoshgacha balalarning tarbiyasi uchun bosh qotirayotganlarning o'qishiga mos keladi deb qarayman. Afsuslandig'inim, kitobimni balalarcha chuchuk til, sabiy tafakkur va norasida xiyollardan yiroq uslubda yozib tashlaganim uchun balam va balalardan o'zra so'rayman. Mazkur kitobim mundaq bala mavzularda bo'ldi. Qizim va dariza. Masudaning mundishi. Qizim so'ygan, so'yilgan shu chog'. Seni qutqizaman dada. Mo'l usulluq Masuda. Masuda va kichik Amerikanlar. Jonivorlarning haqqi. Desselmaydigan narsa. Allohning uyi nada? Sudin uganduq. Qizim hayrona. Uyg'urluqing muborak qizim. Qizil lola. Qanotsiz xat. 3-chi kitobim ota-onalik safaridagi sen va men bo'lib, qo'shimcha mavzusi ota-onalik hayotimizdagi tugunlar va tadbirlar. Bu kitobni vatanga qaytib ma'rif bilan shug'ullanish jarayonida kuzatganlarim, o'ylaganlarim va his qilganlarim asosida yozdim. Kitobni murakkab nazariya va abstrakt hukmlarni bo'yicha emas, o'quvchilarim va ularning ota-onalari bilan qilingan parang, suhbat va maslahatlar asosida putkizdim. Mazkur asrimdagi mazmunlar mendan inglizcha o'rgangan 10 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlarning o'g'inish, turmush va psixika jihatdagi qaymoqishi, iztiroblari va intizorliklarini cho'rdigan holda yozildi. Afsus, o'quvchilarimning ko'p qismi xanzucha o'qiyotgan bo'lg'achqa, mazkur kitobdagi mazmunlarni ko'rishdan mahrum. Har qitim mushularni o'ylasam izilaman. Shundoq orzuyim bor. Ona tilda shu o'quvchilarim o'qimay turolmaydigan bir kitob yozivatsam. Shuning bilan ular bas-basda Uyg'urcha o'rganib ketsa deb kitobimni munu mazmunlar bilan bezidim. Uyg'urlarning hayotida eng bugungi ota-onalarda ansizlik. Balamning beshi dardda. Qizimning so'ygu maktubi. İntizamlıq hayatqa muqaddime. Yalğançılıqning quyruqi. O'smir mahbuslar. Mustaqillik afzal. Mustaqillik tarbiyasi va tadbir. Balimiz va barobarlik. Nanqipi bo'lsinmi, navoymu. Balalardagi xuduksirash. Balimiz qaravatgan aynak. Mas'uliyatning qudrati. Kitob boshlaydigan dunyo. Balalarimizda chekimlik. Zo'ravonlikmi yoki tanarkat? Odat va xuy qandoq yetiladi? Farzand tarbiyasida hukm, mukofot va jazo. Balalar qandoq tarbiyaga muhtoj? 2015-yili 14-aprel. Qadrlik o'qirmanlarim, mana bu men qamalgan kunlarning asliliklarida tilga olgan, men kechilik navbatchilik qilganda, kunduzlari soatlab diqqatda o'ltirganda, qalbimga tizib, xiyol daftarimga putib qo'ygan 3 kitobim. Yaqinda Angliyada chiqadigan bir jurnalning ziyoratini qabul qilganda, muxbir mendan 15 oylik qamoq hayotingizda sizni nima qutqizib qoldi deb so'radi. Men qalbimga yozayotgan kitob, tinimsiz harakat va qamoqdan chiqqanda qilmoqchi bo'lgan ishlarimning plani deb javob bergan edim. Men qamoqdagi chog'da agar muddatsiz kesilib ketib qolsam, ayolimni, qizlarimni tarbiyalashda foydalansin deb ota-onalik safarida degan kitobning mazmunlarini qalbimga tizgan. Masudani Amerikada o'tgan bolalikning baxtlik xotirasini unutmasin. Uyg'ur ya'ni o'zi Qashqarda yashayotgan hayotdan shodamonroq bir hayotning mavjudligiga ishonsin. Otasi yashagan Amerikacha hayotni yashash uchun talpinsin deb
qizimning Amerikasini xiyol daftarimga putgan. Do'stlar va qadrdonlarimga sig'inishliq salomim bo'lsin deb, Uyg'urluq musofamdagi Amerikani ko'ngil qurlarimga qo'ndirgan edim. Ko'rib turganingiz, meni qutqizib qolgan 3 kitobimning e'tiqodlari. Ayni chog'dagi tuyg'ularga sodiq bo'lish uchun 5 yil burun 3 kitobimni putkizib xaridor chaqirish vajidan yozilgan bu yozmaning mazmunini o'zgartmay sundum. Bu yerda 3 kitobning parangi bo'lgani uchun o'qirmanlarda zodi nima gap bor bo'lg'aydi deb qolmasin deb qistirib qo'ydim. Bu 3 kitobdagi mazmunlarni 2015-yildan 2017-yilgacha 3 yil har Ramazonda o'zgarish marshi nomida yaxshi odat yetildirish mashqi qilganda vatandagi salon va munbarlarda har kuni kitobdagi bir mavzuni taqdim qilgan edim. Tugidi.